Reddit erkaklari, ayollarda eng katta yashil bayroq nima? Muammo yondashuvi. Masalan, muammolar yuzaga kelganda sizni yoki o'zini ayblash o'rniga u siz bilan muammoni aniqlab va uni birgalikda hal qilish yo'llarini topishga harakat qiladi. Ha, bu juda muhim. Menimcha, bu yaxshi ish muhiti bilan yomon ish muhitining asosiy farqi. Sizning rahbaringiz ishlar noto'g'ri ketganda sizni biror narsada ayblaydimi yoki muammoni qanday hal qilish va uning takrorlashining oldini olishni o'ylaydimi? Emotsional intellekt. Bu erkaklarga ham taalluqdir. Nima uchun ma'lum bir his-tuyg'uni his qilayotganini o'ylashga vaqt ajratadigan har bir inson qadrlidir. Men hayotimda bunday munosabatda bo'lmaganman. Biz tinchlik bilan har qanday narsani muhokama qila olamiz. Yillar davomida hech qanday tortishuvlar, haqoratlar yoki his-tuyg'ularni hava qilish yo'q. Emotsional intellekt bu yaxshi munosabatlarning kalitidir. Men har doim emotsional intellekt nima ekanligini o'ylardim. Kimdir tushuntira olsa yaxshi bo'lardi. Bu muhim bir narsa. Yomon kuningizda sizga yaxshilik ulashayotgan insonga negativ munosabatda bo'lmang. Kichik bir hikoya. Men ishlar juda shoshilinch, soatlar uzun va qo'shimcha ish qilish majburiy. O'sha shanba kuni men yolg'iz edim va barcha ishni o'zim qilishim kerak edi. Uyga kelganimda xotinim menga kechki ovqatni isitishimni so'radi, chunki u charchagan edi. Ichimda men g'azablandim, g'amxo'rlikni ko'rishni xohladim. Keyin esladim. Men toza uyga keldim va o'sha kuni ertalab soat 4da faqat menga qahva qilib berish uchun uyg'ongan xotinimga qaradim. Men nima uchun g'azablanganimni angladim va bu xotinim bilan hech qanday aloqasi yo'q edi. Shuning uchun men o'z kunim haqida u bilan gaplashdim. Bir-birimizga kunimizni aytib berdik. Keyin birga ovqatlandik. Ikkalamiz kunimizni birga yaxshiladik. Ko'pincha odamlar o'z g'azablarini chiqarish uchun oson nishonni izlaydilar. Bu hissiyotni anglash muhimdir va bir marta uni ko'rsangiz, uni nazorat qilishingiz kerak. Juftingizga yomon muomala qilish natijasi haqiqiy qo'llab-quvvatlashuvchini yo'qotishdir. Oxir-oqibat sizning kuningiz endi nafaqat dahshatli, balki endi hech kim sizga parvo qilmaydi. Har kim malika xohlaydi, lekin shohdek ish tutolmaydi. Samimiy mehribonlik. Men 11 yil oldin xotinim bilan tanishdim va tezda sevib qoldim. U men uchratgan eng mehribon odam. Vaziyatdan qat'iy nazar u har biriga tinchlik bilan yondashadi. Men esa buni hech qachon bajara olmaganman. Har bir jonzotga, har bir bolaga mehr bilan qarab turadi. Menda yomon kun bo'lyaptimi? U meni sevganimni bilishi uchun qo'shimcha harakat qiladi. Muammoga sog'lom tarzda yondashish. Menimcha 15 yildan beri turmush qurgan ayolim bilan birinchi kelishmovchiliklarimizdan biri, u hali ham g'azablangan bo'lsa-da, bu ishni qilganingizda xafa bo'ldim deb ochiq aytganidan hayron bo'ldim. O'tmishdagi voqea sizning aybingiz emasligini bilaman, lekin men hozir g'azablanganman. Biroz o'ylab olgandan keyin gaplashishimiz kerak dedi. O'tmishdagi munosabatlarimdan juda farq qilardi. Xafa bo'lmasdan, his-tuyg'ularni yashirmaslik va keyin portlash yo'q. His-tuyg'ular haqida qat'iy bo'lish, javobgarlikni olish, samimiy uzr so'rash. Bu juda ajoyib. Bizda hali ham mojarolarimiz bor va ba'zida urushsak ham biz oxirida yarashamiz. Mushugim vafot etganda men uning oldida yig'ladim. U esa meni quchoqlab dalda bo'ldi. Boshqalar esa masxara qilishi mumkin edi. Bunisini lekin tushunmadim. Kim ko'z yoshlarini ko'rib kulib o'tiradi? Xato qilganingizda tan olish. Hazil qilishni bilish. Ko'pchilik mening hazillarimga kulishni nazarda tutadi, lekin men uning hazillariga va tez fikrlashiga kulishni xohlayman. U sizning shaxs sifatida kimligingizni chin dildan bilish uchun siz haqingizda savollar beradi. Ish va boshqa yuzaki mavzular bo'yicha savollar emas. Bu yerda oddiy yashil bayroqlarni qo'shishni xohlayman. U sizning sevimli mashg'ulotlaringiz va qiziqishlaringizni hurmat qiladi. Uning o'zi ularga kirishi shart emas, lekin ular siz uchun muhimligini biladi. Men 40 yoshdaman va xotinim har hafta og'aynilarim bilan kompyuter o'ynashimga qarshi bo'lmaydi. Afsuski, hamma ham unday emas. G'amxo'rlik. Bu sifat ko'plab boshqa ijobiy xususiyatlar bilan uyg'un keladi. Ayolim men uchragan eng e'tiborli inson. Orzu qilgan kompaniyamdagi ish imkoniyatini qo'ldan boy berganimda, boshqa yomon kunlarimda u meni sevimli desert yoki ichimlik bilan kayfiyatimni ko'tarardi. U hatto mening birinchi tug'ilgan kun ziyofatimni syurpriz qilib do'stlarim bilan uyushtirgan.
jufti halolingiz siz haqingizda chin dildan o'ylasa, sizning yoqtirgan va yoqtirmaydigan narsalaringizni hisobga olsa va masalalarga sizning nuqtai nazaringizdan yondashsa, bu eng muhim yashil bayroq, ya'ni eng katta ijobiy belgidir. Men bilan Lego o'ynash. Emotsional va moliyaviy mustaqillik. Men kerak bo'lishimni emas, istalishimni afzal ko'raman. Agar video yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni esdan chiqazmang.